Hammaga salom do'stlar. Bugun sizni dunyodagi eng noodatiy 5 ta shaharlar bilan tanishtiraman. Bugun biz bu ajoyib joylarga sayohat qilamiz va ularda yashovchi odamlarning qanday hayot kechirishlarini o'rganamiz. Bular nafaqat geografik jihatdan, balki inson hayoti va ijtimoiy sharoitlar nuqtai nazaridan ham juda qiziqarli joylar. Ladin Kanada Peru tog'larida joylashgan kichkina, sovuq va qorong'u shahar. Boshida qaraganda oddiy, odamlarni qiziqtirmaydigan bir joy. Lekin bu yerdagi odamlar dunyodagi eng baland joyda yashashadi. Dengiz sathidan 5100 metr balandlikda. Bu yer yuzidagi eng baland shahar. Ladin Kanadada na issiq suv, na yaxshi yo'llar, hatto elektr toki ham ba'zi joylarda yo'q. Odamlar bu yerda nega yashaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, javob bitta. Oltin. Minglab odamlar har kuni qattiq sovuqda kislorod yetishmasligiga qaramasdan oddiy himoya vositalarsiz konlarga tushib oltin izlashadi. Ular rasmiy oylik olishmaydi. Bir oy ishlashadi, keyin ularga bir kun beriladi. O'sha kunda ular topgan barcha oltin ularning o'ziga tegishli bo'ladi. Ammo bu yerdagi hayot oltinlarga arziydimi? Bu yerda yashash bu tirik qolish uchun kurash. Ladin Kanada bu zamonaviy dunyoda oltin illyuziyasi nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu yer bizga bitta savolni beradi. Agar oltin o'limga sabab bo'lsa, u baribir kerakmi? Alaskada joylashgan Whittier shahri haqida hech eshitganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, tayyor bo'ling. Bu shahar sizni juda hayron qoldirishi mumkin. Chunki bu shaharda 99% odam faqat bitta binoda yashashadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu yerda 2000 ga yaqin odamlar bitta katta binoda turishadi. Whittierning o'ziga xosligi ham shu. U bitta katta ko'p qavatli binoda joylashgan. Bu joyni Whittier binosi deb atashadi va unda nafaqat uylar, do'konlar, maktablar, idoralar va hatto politsiya bo'limi ham mavjud. Buni eshitganingizda albatta hayron qolishingiz mumkin. Lekin bu shaharda yashovchi odamlar uchun bu oddiy holat. Ular bir-birini juda yaxshi taniydi va yordam kerak bo'lsa, har doim yordam beradi. Bu shaharni yana bir narsa ajratib turadi. Whittier eng sovuq va qorli hududlardan biri. U yerda qishlar juda qattiq va xavfli bo'lishi mumkin. Ammo shahar ahli bir-biriga yordam berib, bu muammolarni yengib o'tadi. Bu shaharning odamlari sovuq, qalin qorlar va uzoq vaqt davom etadigan qishlarga o'rganishgan. Bu yerning aholisi bu shaharni o'ziga xos joy deb hisoblashadi. Ular o'rtasida jiddiy ijtimoiy tarmoqlar mavjud. Bu yerda tabiiy muhit va shahar aholisi birgalikda yashash va hayotga o'zgacha qarashni taqdim etadi. Agar siz oddiy shahar hayotidan charchagan bo'lsangiz, bu joy sizga eng unutilmas tajriba bo'lishi mumkin. Venetsiya ko'pchilikning xayoliga kanallarda sayr qilish va gondolalarda yurish keladi. Lekin bu shahar faqat go'zalligi bilan emas, o'ziga xos hayoti bilan ham mashhur. Venetsiya nafaqat turizmning markazi, balki har yili suv ostiga tushib borayotgan shahar. Bu yerda kanallar o'zining asosiy yo'llari bo'lib, odamlar gondolalarda harakatlanadi. Shaharning ajablanarli tomoni suv ostida qolish xavfi. Hozirgi kunda global issiqlik tufayli shaharning ko'chalari va uylarida suv ko'payib bormoqda. Shunday bo'lsa-da, Venetsiya hali ham o'zining ajoyib manzaralari, tarixiy joylari va san'ati bilan tanilgan. Suvli shahar bo'lishi bilan birga, Venetsiya ko'plab turistlarni jalb etadi. Ammo bu yerda yashash juda qiyin. Issiqlik va yuqori narxlar bu shaharni haqiqatan ham o'ziga xos qiladi. Har bir kishi uchun bu shahar go'zallik va xavfning sinonimi. Venetsiya bu nafaqat sayohat qilish, balki o'ziga xos tajriba. Agar bu yerga boradigan bo'lsangiz, shaharning go'zalligidan zavqlanish bilan birga, uning kelajagi haqida ham o'ylashni unutmang. Yakutsk bu dunyodagi eng sovuq shahar va buni tushunish uchun uning iqlim sharoitlarini tasavvur qilish kerak. Qishda harorat 50 gradusgacha bo'lishi mumkin, lekin bu shaharda yashovchilar bunday sovuqni normal holat deb bilishadi. Yakutskdagi hayot bu sovuqda yashashni o'rganishga aylanadi va shaharning o'ziga xosligini tashkil etadi. Yakutskda shunchaki sovuqni his qilish emas, balki bunda yashashni o'rganishni va unga moslanishni o'rganasiz. Qishloq xo'jaligi va baliqchilik kabi sohalar bu yerda rivojlangan va bu shahar o'zining sovuqdan mustahkam hayot tarzini yarata olgan. Odamlar kichik uylar qurishadi, lekin ular juda mustahkam bo'lib, sovuqni muammoga aylantirmaydi. Yakutskda yashovchilar faqat sovuq hayotni kechirishni emas, balki ularni qishning eng og'ir sharoitlaridan ham ijtimoiy va iqtisodiy faolliklarni saqlashadi. Baliq ovlash va boshqa sohalarda ular bir-biriga yordam berishadi. Bu esa shaharning yashashga imkon beradigan kuchi bo'lib xizmat qiladi. Bu shahar sovuqni haqiqatan ham o'zgacha usulda qabul qilgan va uni hayotning bir qismi deb biladi. Yakutsk bu nafaqat eng sovuq shahar, balki sovuq sharoitdan ham quvnoq va baxtli hayotni topgan joy. Endi sizni Migingo orollari bilan tanishtiraman.
Bu kichik orollar Keniyada, Viktoriya ko'lida joylashgan va dunyodagi eng zid joylashgan orollardan biri sifatida tanilgan. Orolda yashovchi aholi soni juda yuqori. Taxminan 1000 kishidan ortiq odam faqatgina 2000 kvadrat metr maydonga joylashgan. Shunday qilib bir joyda 1000 kishigacha odam yashaydi. Migingo orollarida hayot juda qiyin. Baliqchilik bu yerning asosiy biznesi. Baliqchilar bir-biriga juda yaqin yashashadi. Ularning uylarida juda kichik joy mavjud. Ammo shunga qaramay bu holat orolda oddiy yashash tarziga aylangan. Odamlar har kuni baliq ovlashga chiqib, kun davomida bir-biriga yordam beradi va turli muammolarni hal qilishadi. Agar bu orolni ziyorat qilsangiz, sizni tasavvurlaringizga sig'maydigan o'ziga xos ijtimoiy tizimni ko'rishingiz mumkin. Migingo orollari shunchalik kichkina bo'lsa ham, bu yerda hayot izchil va har bir kishi bir-biriga yaqin bo'lib yashashga o'rgangan. Bu o'z navbatida orolning hayot tarzini boshqa joylardan ajratib turadi. Migingo bu kuchli birlik va qiyinchiliklarga qarshi kurash. Agar siz bu orolga bormoqchi bo'lsangiz, uning nimasi ajablanarli ekanini darhol tushunasiz. Bu yerda yashash uchun joy juda kam, lekin odamlar sovuqni, qisqa joyni va og'ir sharoitlarni o'z hayotiga aylantirishgan. Do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Hammaga ko'rishguncha xayr.